Quyidagi matnni video skript sifatida foydalanishingiz mumkin. Boost Auto Instinct Pro kanalining tanishtiruv qismi hamda videoning oxirida obuna chaqirishi kiritilgan bo'lib, taxminan 2000 ta so'zga yaqin. Siz kerak bo'lsa uzunligini ozroq yoki ko'proq qilib sozlashingiz mumkin. Auto Instinct Pro kanali, avto yangiliklar, tahlillar va haydash videolari, hammasi avtomobil ixlosmandlari uchun. Assalomu alaykum, aziz obunachilar va avtomobil ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan 2025 yilgi Chevrolet Captiva modelining batafsil suratlari, texnik xususiyatlari va eng muhim imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Ushbu video orqali avtomobilning tashqi ko'rinishi, ichki bezaklari, dvigatel imkoniyatlari, xavfsizlik tizimlari va qo'shimcha funksiyalari haqida to'liq ma'lumot olasiz. Videoning oxirigacha qoling, chunki obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Kecha yoki bugun bozorda namoyish qilingan rasmiy ma'lumotlarga asoslanib, Captivaning ba'zi asosiy parametrlarini avval ko'rib chiqamiz. Ushbu modelda motor hajmi 1.5 litrlik turbo 4 silindrli dvigatel bo'lib, taxminan 148 ot kuchi ishlab bera oladi. Ushbu dvigatel front wheel driven yo'naltirilgan va avtomatik uzatmalar qutisi bilan ishlaydi. Dvigatel momenti va kuchlanish ko'rsatkichlari bo'yicha bozorlarga qarab farqlar bo'lishi mumkin. Tashqi qismi dizayni jozibali, old fasadi yangilangan grafika, LED kunduzgi chiroqlar, 18 dyumli yengil quyma disklari mavjud varianti bilan keladi. Orqa chiroqlar ham zamonaviy yorug'lik uslubi bilan bezatilgan. Panoramalik quyosh lyuki varianti ham mavjud bo'lib, ochilishi yoki yopilishi mumkin. Ichki saloni juda keng, model 7 kishilik konfiguratsiyada bo'lishi mumkin. Ikkinchi qator o'rindiqlar 60-40 nisbatda, uchinchi qator esa 50-50 bo'lishi mumkin, ayrim bozorlarda. Tizim markazi sifatida 14 dyumli sensorli displey mavjud bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto bilan mos. Instrument asboblar paneli esa 7 dyumli raqamli displey yoki displey bilan birgalikda bo'lishi mumkin. Markaziy konsolda qulaylik uchun elektron qo'l tormozi, konditsioner nazorati, uz portlari va qo'shimcha texnologik funksiyalar joylashgan. Salondagi materiallar sifatli bo'lishi mumkin. Sun'iy charm qoplamalar, yumshoq yuzalar va zamonaviy elementlar birikmasi. Yukxona hajmi katta bo'lib, o'rindiqlar yotkirilsa katta joy hosil bo'ladi. Plus varianti bo'yicha balki 1050 litrgacha yuk sigimi berilgan. Xavfsizlik jihatdan Chevrolet Captiva turli himoya tizimlari bilan jihozlangan. 6 ta xavfsizlik yostiqchalari, ABS, stabilizatsiya va tormoz kuchini nazorat qilish, tormoz yordamchisi, elektron barqarorlik tizimi va traksion control. ADAS, Advanced Driver Assistance Systems tizimlari, masalan, old to'qnashuv ogohlantirish, orqa yo'nalishdagi harakatni sezuvchi tizim, yo'l chiziqlaridan chiqish ogohlantiruvchilari kabi qulayliklar ham bozorlarga bog'liq holda berilishi mumkin. Harakatlanish jihatdan avtomobil arzon yoqilg'i sarfi bilan samarali bo'ladi.